Bugungi kunda tabiiy olma sirkasini aynan hidi, ta'mi juda ham ko'pchilikda shunaqangi xunuk, juda badbo'y hid keladi. Sababi ular yo ixlatib qo'yishadi, yo juda ham ko'p anaqasida ushlab qolishadi. O'shaning uchun ham bunaqa hid kelib qoladi. Bizni nimaga bizanikida hid yo'q? Chunki bizni shifo uchun tayyorlaymiz. Shuni inobatga olib qo'yasizlar va bizanikida hid yo'g'ini sababi men o'zim ham hidga juda yomon qarayman. Ayniqsa quruq choyi даже hidi bo'lsa ham men icha olmayman. Shuning uchun har doim Adajonga aytib o'tib ketaman, hidiga ahamiyatli bo'ling deb. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, ichidagi olmasi juda ham ko'p, uzoq vaqt aralashmasdan tursa ham, bu ham ixlanishga olib keladi va hidli bo'lib qoladi. Shuning uchun bizda har kuni aralashtirib, buni texnikasini Adajon alohida bajaradilar. Shuning uchun bizda hidlanish jarayoni yo'q va bemalol olishinglarni tavsiya qilaman.